Planimizdan 5 kunlik kechikdik. Bugun safarimizning eng og'ir kuni. Qandaq, Marko? Bo'rankag'im kelay deb qoldik. Kayfiyatingiz qandaqroq, Tuyuqsiz so'rab qoldim-ku deyman. Bugun kechdilar opangiz bilan ko'rishishingiz mumkin dedi. Dada, nimandaq ko'chilab so'raversiz? Shundaq rostla ortiq savol bo'lib qopti. Men bekli xo'shal bo'ldimmi? Rost. Xo'shal? Rost, xo'shal bo'lishga arziydi. Xo'shal bo'lish kerak. Bo'rankaning ko'chalari zot qandaqdi? Kim biladi? Markoning opsimi shu ko'chalarning birida turdigandi. Shundaq. Bu shahar hozirlik ko'z oldimizda namoyon bo'ladi. U yerda Markoning opsi bor. Biz dal shuning uchun bu yerga kelgan. Unutib qolmanglar, biz yana o'yin qo'yamiz. Bu dalada bir jup gul uchirsa bo'ladi. Qaraganda bu yerda gul uchirmaydigandek qiladi. Shundaqmi? Gul uchirmasimiz sizning zerikishdan titirgan burtingizni ko'rsak bo'laveradi. Zerikishdan titirgan burut? Qaranglar, oldimiz yanılı keng ketgan dal ekan. Xayr xo'sh, ko'mishroq tog', xayr xo'sh. Yo'q, bu tog'ni shaharda turibmi ko'gil bo'ldigandek turdi. Osmonda parvoz qilayotgan burkutga qaranglar. U bizning omaq gulimizga tikilayotgandek ko'rinadi. Xuddi Amerika shirining dodamiga tikilganiga o'xshash. Bo'ldi, Amerika shirini eg'izg'anma. Oldimizga nimalarga uchraymiz kim biladi? Tez chopqin birodar, Dada qarang, u yerda bir tut daraxt, yana bir daryo bor ekan. To'g'ri, Ashiyada tushlik tomoq yeyli. Yaxshi chori bo'ldi. Otmi damili olsin, mangayli. Amidio, damog'anda qalayim yerlar ketib qolma. Burkutning hujumi uchrab qolsan, jumi? Ras etsen. Iliq kuni uning talibi ekan, helim yaxshi Amerika shiri uni yavatmabdi. Shundaqmi, Amidio, bo'ldi keldik. Konjito, safirimizmi oyoqlashay deb qoldi. Suvmi bakan? Sen qolgan qahvani damligin. Marko, sen berib bir chilak suv ip kelgin, Ma'qul, xopini efendim. Suvchilikka qahva damlamdiq, Xo'shallikdan kallang aylanib qoldimi nima? Marko, chilakdagi suv bilan och sug'uramiz. Men de qahva damlamdiq debmi? Aros, men otni sug'og'ich kelay. Qandaq? Ondaq bo'z tex yaxshi, o sana rahmat etadi. Marko, nima bo'lib boraychu? Sen bag'in, tushlik tomoqni men o'zim tayyorlayman. Hada, nima bo'lib boradigan bo'ldim. Bag'in, yaxshi o'ynanglar. Cho! Ular rastli yaxshi do'stlardim bo'lib qopti, juma. U yerga borgan nima ish qilamiz, dada? Nima qilamiz deysan? Hozirgi Markoning opsini izlab boramiz, keyinchi. Keyin nima bo'pti, Keyin Marko bilan xo'shishimiz. Albatta shundoq bo'ladi-da, Dada, Fiolina yana yetimsirab qoladigan bo'ldi. Nima deyapsan? Biz bor emasmi, Fiolina o'zgarib qoldi, dada. Marko bilan tanishgandan beri qo'rqinchoq singlim xilla yuraklik bo'lib qoldi. Bu qitim safar uni baxush qildi, juma. Lekin Marko bilan xo'shishadigan chog'lar uzun qolmadi, dada. Amal qancha bu ishlar burunli aniqdi. Lekin biz bir amal qilishimiz kerak-da. Konjito, sen zot nima demoqchi, Xo'shlashgandan keyinlar u yana kamso'z bo'lib qoladi. Dada,
bu nima degan qo'rqinchliq. Biz bir amal qilishimiz kerak edi. Bunun nima amal? Biz burundilla mushundaq yashab kelgan tursak, sen bunu bilmemsen? U do'stlarga muhtoj. U hozir eng yaxshi do'stidan ayrilish oldida turadi. Dada, biz Fiolina bilan Juliettaga tinch turmush sharoit yaratib berishimiz kerak. O'zimizning muqim uyi bo'lishi, ular turaqli turmushga ega bo'lishi kerak. Dada. Uzun o'tmay, ishkinlarmi xo'shlashsizlar balam. Men bir yerga borsamla g'am qilaman. Kishilarning bizga samimiy muomala qilishini umid qilaman. Shundoq bo'lgandala, biz shu shaharda turib qolatdik. Lekin ishlar ko'ngildagidek bo'lmaydi. Bu balkim mening mijozimga bog'liqdir, Konjito. To'g'ri dedimmi? Meni kechirgin, Julietta. Dada. Marko, tushmang. Tushmang. Chatoq yo'q. Bak so'qqa. Qarang ana, men boya dedim-ku. Poyez, Burankada Buenos Airesga bordi ekan. Qarang. Jirin ko'rib kelaylik. Oxir keldik. Qo'y qachilabdi. Shundoq, qo'y ekan. Xo'sh. Yiroqlab ketdi. Fiolina, tez keling, tez bo'ling. Ginoyatlik vaqtimizda Emilio ikkimiz doim mushundaq o'ynaydik. Bek ondan bo'ladi. Marko, siz kinoyaga ketasiz, shundaqmi? Bu Opingizni topsangizda qaytib ketasiz, shundaqmi? lekin bu Kinoyadagi chag'lar xuddi tushimdagidekla bilinadi. Men tunji qatim qo'nchoq o'ynatgan chag'lar esingizdami, Marko? Kichik bolalar menga tosh etib tex tillabmi ketgan edi. bo'ldi, uni so'zlamang, Fiolina. Italiya bek jiroqda. Men bularni demasligim kerakdi. Kechiring, Marko. Men ketdim. Fiolina. Sen qaytib ketsa, Marko qani? U sal turib keladi. Shundaqmi? Bu daryo qandaqkan? Suysizlikmikan? Men sizga yordamlashay. Bo'ldi, hamma ish tugadi. Juliettani chaqirib kelgin. Amidio. Julietta, kel afkam tomoq yeymiz. Amidio, sen mi kel? Amidio. Men qaytib keldim. Qaytib keldingizmi? Atni ayak bog'lab qo'ying.
Kelinglar tamoq yeyli, andin yo'lga chiqamiz. Kelinglar, hammanglar kelinglar. Bay Fiolina ikkimiz Borankada boynuz ayırsı ketiyotgan bir poyezdi kördük. Poyezdi nurg'unlagan qo'y baki. Shundaqmi Fiolina, Gap qiling. Qo'y. Janub mangansiri havo sovuq bo'ladi. Chorvachilik maydonlarida at, kalalardan boshqa yana qo'ylarmi ko'p uchraydi. Qo'y sovuq chidamliq keladi. Buni bilamsizlar, ballar, Men Marko. Rahmat. Qo'y. Burankada tuz ko'p deb angladim. Uning qo'y qo'shilsa, bu ya intayin boy bo'lishi mumkin. Shundaq boy bo'lishi mumkin. Fiolina, agar biz Burankada o'yin qo'yib natijaga erishsak, hadang bilan ikkimiz bu ishni ho'ddaga olamiz. Sen maktabda o'qiysan. Qandaq? Maktabda o'qiysan? Men? O'qimdim. Maktabda nurg'un saboqdoshlaring bo'ladi. Sen cho'qim xushal bo'lasan. Qandaq? Nurg'un do'stlaring bo'ladi. Nurg'un do'stlaring bo'ladi, Dada. Qandaq? Dadanglarmi qalaymiqan o'ylayvermaydi. Fiolinaning o'qishini muqimlashtirdik amsa. Biz maktabga berib yaxshi bir maydon o'yin qo'yamiz. Bunda qilsak maktab Fiolinani haqsiz o'qishga qo'shilishi mumkin. Qandaq dedim? Sizlarchi qandaq? Rahmat sizga dada. Fiolina maktabda o'qisa nima degan yaxshi. Julitaga kim qaraydi? Sizlar o'yin qo'yg'ili ketsanglar, u yolg'iz qolamda, Bunda qilsak bo'lmaydi. Sen ansirma, cho'qim amal tepiladi. Shu emasmi? Danishkimiz intayin yaxshi qaraymiz. Xotirjam bo'l, Fiolina. Yo'lovchilar ekan. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz. Sizlar bo'yin ayrisi qaytganlar-ku deyman. Qaytgan? Yo'q, unday emas. Biz ming bir jafoda aram bu yerga keldik. Nima? Sizlar Italiyalikmi? Bizmi Italiyalik? Sizlar Italiyaga qaytamsizlar? Bo'ldi. Tushlik tomoqni mishad billaysiz qandaq? Bo'lmaydigan neyimiz bor? Qani marhamat. Lois, yeydigan narsalarni ep kel. Antonio, Roberto, Sofia, Yelena, Mario, Bruno, Harudin tushinglar. Tomoq yeymiz. Nima bo'ldi? Qo'yib voy. Tomoq yeydi Mansal. Alamane. Mening ismim Shilio Shirpani. Bu yoq mening ayolim Lois. Balalarni bu yoqdan sansak Bruno, Yelena. Bo'ldi. Deginingiz bilan tutib olamaydik, ama ularni ayirganmidim. Ular qo'sh kizak tug'ilgan. Antonio, Roberto, ularga yaxshiroq qarab qo'yinglar, Öcüm başka. Baysiz, Buenos Aires qaytaman dedingizmi? Bu Mundaq ish. Bugun nurg'ulg'an italiyaliklar Burankadan qaytdi. İtaliyaliklar? Nima? Yo'lda uchirmidimi? Undaqda ko'pinchisi poyez bilan manga o'xshaydi. Bizning bolalarimiz ko'p bo'lg'achqa iqtisoddan qiynalib poyezga o'ltamidik. Uning ustiga atrofni ko'rib mangayli deb atarvisida mengishni qaror qildik. Ahvol mana mushundaq bo'ldi, efendim. Bu İtaliyaliklar nima uchun biroqlar Burankadan ketmoqchi bo'lib qoldi, efendim? Bu mundaq ish, efendim. Buning da boshqa alohida sababmi? Yo'q. Ketidigan vaqt bo'lib qoldi emasmi? Undaq bo'lsa, u yer ancha bayashat emas o'xshamamdi. Undaq deyishkim bo'lmaydi. Undaqda yaxshimi emas, yomonmi emas demoqchimisiz? Shundaq deyishkim bo'ladi. Men yanini tushunamadim, efendim. Ko'pchilik bu yerga 4-5 yil bo'lib qoldi. Xeli pulmi topdi. Topgan pullarga do'kon ichib og'lim bo'ladi. Sodini yanali Buenos Airesga yaxshiroq. Avval berib ishni boshlaymiz deb bugun hammasi degidek yo'lga chiqdi. Efendim, men texe
men tex sizlarni shulardan o'xshaydi deb o'ylabdim. Undaq bo'lsa Borankadın qaytqanlarning hammasi u yerda uzun yil ishlab qaytqanlarmi? Shundaq, qandaq deysan? Meni opam 3 oy ilgari bu yerga kelgan. Men opamni izlab kelgan. Rastaga opamni izlaydim. Bu Mandaq ish. Bu mening balam emas. Biz bu balning apsini izdishib beryapmiz. Shundaq. Sen xotirjam bo'l balam. Bugun qaytqanlarning hammasi u yerga kelgili bir necha yil bo'lganlar. Shundaqmi? Bo'lmasa ular bunchalik pulni nereden topidi, Siz bu balning apsini tanimsiz. Uning ismi Anna Roshi, yana Francisco Mirin tanimsiz. Francisco Mirli. Bilmaydikanman. Sen-chu? Men bilmaydikanman. Sizlarda adres bormi? Uning adresini oshkorlash apsiz. Shunga Anlasam ba'zilar uni Borankad ko'ribdi-ku. İtaliyaliklar münasebetli işlerini Rabas koçsidiki Moridi efendim bilişi mümkün. Mundaq ish. İtaliyaliklarning ishidan Moridi efendimning bilmaydigini yo'q. Rabas ko'chsidagi Moridi efendim? O kent heyetlerinin birisi. Xeli inavtuva. Bizmo onun yardımga erishgandik. Bek yaxshi bo'ldi. Siz muhim yupuchiga erishdingiz. Rahmat sizga, shishiliyor efendim. Arzimaydi. Kim biladi? Ishqilib biz Argentinada tug'ilgan. Ay, bo'ldi, yo'lga chiqayli. Antonio, Roberto, Sofia, Yelena, Mario, Boronna, harbiga chiqinglar. Sizlarni avar qilib qo'ydik. Rahmat. Nimaga rahmat deysiz? Biz sizga rahmat desak bo'ladi, texe. Boranka xeli yaxshi joy. Biz mangayli bo'ldi. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Rahmat og'a. Rahmat. Xayr xo'sh. Har nim bo'lsa xeli chimiqdi. Hanim bo'lsa bizning oilada unchalar ko'p bola yo'q. Nima deyapsan? Sana faqat ularnikidan ikkisili kam, faqat ikkisili. Shundaq, Markomi bizning oilaga tava. Bo'ldi. Endi vazifamizmi oyoqlashay deb qoldi. Rabbas ko'chsin tepishimiz kerak. Dada, Fiolinaning ishini unutib qolma yana. Albatta, uni cho'qim o'qitimiz. Mening gapim gap. Va'da beraman. Va'da beraman. Undaq bo'lsa bizmi mangayli qorong'i tushkicha yetib berib, qo'nalg'i tepib olayli. Bo'ladi, mangayli hamsa. Conjito, Fiolina, Giulietta, Marco, Amedio. Manglar harbiga chiqinglar. Ulardan faqat birsili kamkan. Rasul shundaqkan. Qaranglar, o'ta xel shiraqti qapti. Conjito'ning deganidek, Borankadın o'taqni ko'gili. Uyning darisidan 400 ko'chlarni ko'gili bo'lishi mumkin. Biz italiyaliklarni hammadan jalb qiladigan shu kang yayloqlar, tog'lar. Ularni ko'msak zerikib ketamiz. Shundaqmi bolarim? To'g'ri dedimmi? Dada, siz Fiolinani o'qitish irodasiga rasmiy kelibsiz-da? Yo'q, mening o'qug'im yo'q. Mening sizlar bilan birga o'yin qo'yib pul topqim bor. Shundoq qilsam, zerikishlik his qilmayman. Shundoq. Fiolina. Xapino efendim. Men
Boranka bağandan keyin opamni özüm izday. Marko, Sizlarni yana avar qilsam bo'lmaydi. Boranka bağandan keyin opamni özüm izlasam bo'laverdi. bugun bo'sh qisga nim bo'lgandi? Bo'ldi. Bugun yaxshi dam elib, qolgan gapni ayt qilishayli. Qandaq Fiolina? Hech vaqasi yo'q edi. Men Markoga xo'sh deyalayman. Agar u rostla opasini topadigan bo'lsa, uningga xayr xo'sh deyman. Ayrilish degan insonlar orasida bo'lib turadi. Kunlarning biri kelganda menmi sizlardan? Dada, Qaranglar, Boranka ko'rindi. Qaranglar. Janda qalbi qilgan generaldek maydonlarni ko'tarib, olg'a ilgirlanglar. Chuh! Ular oxiri Borankaga keladi. Markoning apisi mana mushu joyda. Bularni o'ylab Markoning yuraklari tipirlab ketadi. Borankaga kelibla Marko apisini izlashga boshlaydi. Cecilio apandimning etib bergan yip uchi bo'yicha Rabas ko'chisida turishliq Moride apandimni izlaydi. Marko oxiri Moride apandimning uyini topadi. Lekin kat uni uyga kirgizmayli yo'lga soladi. Keyingi qatimda opam yo'q degan qismini ko'ringlar.